Assalomu alaykum. Nozli, dinli hurmatli obunachilari, bugun sizlarga bir-biridan xushaybon futbolkalarni obzor etib beraman. Hozirgi yoz mevsimlarida boshimga rubashkalarni, futbolkalarni so'rab bilgan akalarimiz uchun ishga xushay futbolkadan olib keldik. Materiali havo bo'ladi. Yubka bir yo'qlar bilan giysa ham bemalol bo'laveradi. Keyin mana qora rasvetkasidan ham bor, bam arkani bemalol yopadi. Xitoy fabrichniy narsa, razmerlari standartga. Keyin bizda serdichkali futbolkalarimizdan novinka bo'lib keldi. Yana ko'rishlaringiz mumkin. Rasvetkalari dim ko'p. Buni materiali havo bo'lib kelgan qizlar. Yana bir variantimiz. Bular ham o'xshash neobычный variant bo'lib keldi. Bam oversize bo'lib turadi. Materiali havo. Har xil rasvetkalaridan bor qizlar. Nozledi dikani sizlar uchun izlanishdan to'xtamaydi. Bizlar ishning neobычный bo'lgan futbolkalarimizdan ham kelgan. Buni ham rasvetkalari dim ko'p qizlar. Svetlari dim sochniy bo'lib kelgan. Yana bir oversize futbolkamizni ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Yeganlaringizda bu uzun bo'lib turadi. Buni ham boshimga akalarimizga bemalol sotib turibmiz. Razmerlari poni 54 ga akalarimizga ham to'g'ri keladi. Keyin uzkiroq kiyman degan qizlarimiz uchun bizlar ishni xo'shay Xitoy fabrichniy futbolkamizdan keldi. Buni ham rasvetkalari dim ko'p qizlar. Do'konimizga kelib ko'rib xarid etsangiz bo'ladi. Keyin bizlar ishni xo'shay topiklardan keldi. Sinini bilasizlar, dim trendda chiqib turibdi. Bu svet ham yeganlaringizda dim xo'shay bo'lib turadi. Keyin bizdan yana bir serdichka variant ishni topikimizdan keldi. Buni ham 10 ga yaqin rasvetkasidan bor. Do'konimizda bemalol kelaverasizlar. Keyin rubashkalarni ichidan kiyish uchun bizlar ishni xo'shay mayichkalardan keldi. Buni ham materiali havo, yeganlaringizda ustki bo'lib turadi. Bemalol kelib kiyib ko'rishlaringiz mumkin.